aybdorlik hissi yo'q. Faqatgina anglash bor. Farzandingizni, misol uchun, urushib katta qilyapti anglab qoldingiz bir kuni, anglab qoldingiz, urushib katta qilish mumkin emas. Ya'ni siz prosta o'sha onangizni takrorlab turganingizni anglab qoldingiz. Bugun anglab qoldingiz. Misol uchun, onamni takrorlayapman ekan, ha, onam mani urushib katta qilgandi, demak, men ham urushib farzandimni katta qilyap turgan ekanman. Nega urushyap turuvdim farzandimni? Nega shunaqa urushaman? Chunki onam ham mani urishgan. Nega men urushmasligim kerak? Men ham kimgadir berishim kerak-ku. Ha, angladim. Demak, men olganimni beryapman ekan. Endi xulosa shuki, demak, urushmasdan yana boshqa o'lchamlar bor. Hozir man o'zim bilgan platformada shu olganimni beryapman ekan. Lekin man bilmagan boshqa platformalar bor. Boshqa realliklar bor, boshqa o'lchamlar bor. Ya'ni farzandni katta qilishda, farzand tarbiyalashda, farzand bilan munosabatda, ya'ni boshqa realliklar bor. Mani ongim hozir faqat shuni, ya'ni faqat urushishni ko'ryapti, lekin boshqa realliklar bor. Man ko'rishga tayyorman ularni. Demak, man boshqa variantlarda katta qilishga tayyorman farzandim. Demak, xulosa shuki, endi bundan buyog'iga man boshqa realliklarni qidiraman. Mana xulosa qildikda, keyin yana o'zimiz bilgan holatda ketmasligimiz kerak, kuzatib turishimiz kerak. Endi man kuzataman, 1 yil kuzataman. Qaranglar, 1 yil kuzataman. Man yana o'zim bilgan baqir-chaqir qilib, ana urushib qo'yib, munosabat o'rnatyapmanmi yoki to'g'rilayapmanmi uni boshqa variantlarda? Gaplashib ko'raman. Juda qiyin. Lekin man qilaman. O'rgatib ko'raman, gaplashib ko'raman. Har kuni faqat ongingizda, o'y-xayolingizda shu bo'ladi. Farzandim bilan qanaqa qilib to'g'ri gaplashsam bo'ladi, qanaqa qilib boshqacha o'zgartirsam bo'ladi. Bir kun sal o'zgartirib ko'rasiz, ertaga to'g'rilanish bo'lib, u o'zini yomon tutishi mumkin. Ya'ni farzandingiz birdaniga siz 10 yil, 15 yil baqirib katta qilgan bo'lsangizda, birdaniga jonim, mehribonim, mana buni qilib qo'ya olasan desangiz bo'ldi. Farzandingiz holatda nima bo'laturganini bilmay qoladida o'zini xohlagancha tutishni boshlaydi. Qilmaslikni boshlaydi. Gapingizni eshitishni ham xohlamaydi. O'zicha yotadida, o'sha baqiriqni kutadi. Chunki o'rganib qolgan. U ongi, farzandingiz ongi o'sha baqirishga o'rganib qolgan. Ong aytadi, demak, biz prosta aytyapti, buni qilish shart emas. Biz qachon baqirsagina keyin qilamiz deydida, o'sha o'rganib qolganda u qing'irlashib ketganda, chunki buklanib ketgan. Siz baqiror uni buklab tashlagansizda ongini. Aybdor his qilmaydi. Chunki biz ham boshqa model bilmaganmiz. Ya'ni boshqa modelni bilmaganingizdan keyin shu modelda qilasizda. Misol uchun, mana shu suvni ichasan deb sizga berib qo'ysa, o'sha suvni ichib yuraverasiz. Qachonki boshqa suv borligini bilmagunizgacha. To'g'rimi? Ya'ni aybdor yo'q, siz nima olgan bo'lsa, shuni nimani o'rgatishgan bo'lsa, shuni qilgansiz, bo'ldi. Siz unga endi nima qilasiz? Endi sevgida yashash qanaqa bo'lishini ko'rsatasiz. Sekin, xuddi mana 15 yil baqirib katta qilganingizdek, bunga ham 1 yil yoki 2 yil o'rganishiga vaqt ketishi mumkin. Lekin hamma vaziyatda sevgida sekinlik bilan tushuntirib, qo'llaringiz cho'zgan holda, senga qanaqadir yordam kerak, masalan, mana aytganingizni qilmadi. Kirib baqirgisi keladi. Nega tuflini olib qo'ymading? Degisi kelyaptida. Lekin siz aytasiz, jonim, tuflini olib qo'yishingga qanaqadir yordam kerakmi senga? Men senga haligina tuflini olib qo'ygin degandim. Ha, lekin sen olib qo'yolmabsan. Nimadir yordam kerakmi senga? deb so'raysiz. Undoq qaraydi. Undoq qaraydida, aytadi. Yo'q, qo'yaman hozir deydi. Hayron, baqirmayap turganingizga. Yana siz keyin boshqa munosabat o'rnataverasiz. Ya'ni hamma narsani qo'l cho'zib, sevgi berib, o'rgatib, tushuntirib, yur birga olib qo'yamiz. Yur birga qilib qo'yamiz. Yurda vaqtingiz ketadi. Sabrli bo'lishingiz kerak. Lekin siz 1 yilda butunlay sevgidagi munosabatga kelasiz. Butun umr baqir-chaqirlikka emas. Masalan, siz hozir baqirib, urushib, talab qo'yib,
katta qilgan bo'lsangiz, ular ham nima bo'ladi, katta bo'lgandan keyin mana o'zimiz qanaqamiz ota-onalarimiz bilan hozir qanaqa holatdamiz, shunaqa holatda bo'ladi ular ham. Biz bilan ochilolmaydi, his qilolmaydi bizni, biz bilan butunlay uyg'unlasholmaydi. Nega? Chunki o'sha baqirganlarimiz, urushganlarimiz turaveradi xotirasida, ong ostida o'sha turaveradi. Hozir bir nima desam urushib beradi degan narsa turadi. Sekin buni siz o'rgatsangiz bu to'g'rilanadi. Demak, qachon biz to'g'rilayotganmiz vaziyatlarda, qachonki biz aybdorlikda his qilmasak, agar biz aybdorlikda his qilsak, yillar davomida yurishimiz va o'sha aybdorlikda his qilmasligimiz uchun ham tushunishni xohlamas ekanmiz.